qaymoq. Telefon qilganini qaytarmaymiz, shuni sotamiz. Xohlasa telefon qilinglar, ikkinchisi sigirimizni suti mana. Qaymoq. Bir mahalga. Assalomu alaykum. Chorva olamining ashaddiy obunachilari. Mana bugun Farg'ona viloyat Quva tumanida o'zimizning xonadonimizda 2 bosh jo'dar, bolasi novvosi, bolasi xonajin sigirlarimiz, sut ko'plari bor mana. Xudo xolasa videoni yaxshi zo'r qilib obzorini qilib beramiz. Sizlardan bittadan like, obuna bo'lib qo'ysalaring bo'ldi. Xudo xolasa mollarimiz yuvosh, tanajonimiz sog'lom. Mana hozir akam bilan videoni obzorini qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, sizlardan like va obuna bo'lib qo'ysalaring bo'ldi. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Chorva olami kanali obunachilari, yaxshimisizlar? Xudo xolasa mana 2 bosh yangi tuqqan sigirimiz bor. Keling, mana tishlardan boshlaymiz. Tanishtirding Mahmud? Ha. Mana tishlari 8 kura endi bo'lyapti. Bola yangi tuqqan novvoschi. Bola novvoschi. Xudo xolasa juma kunlikka narxlarni ham zo'r qilib beramiz. Aksiya narxida. Yuvosh. Uygacha urmay qirmay dastlabki narxini olib borib mana to'g'ri apparatlari ishlaydi. Mana ikkinchisiniki xudo xolasa bolasi xonajini. Mana tishlari. Buniki 8 ta bu. Mana buniki ham 8 ta mana. Tushunganlar yoki tushunmaganlar qo'shnisiga yoki doktorga ko'rsatib ham olaveradi. U nimasi yo'q. Mana xudo xolasa bunisi ham yuvosh. Yuvosh bu. Kuttirmasdan narxlarini o'zing nima qilib aytaver. Xo'p aka, hozir o'zim narxlarni aytib o'taman. Bolasi xonajinimiz 30 million so'm kami bor. Kam ko'z kelishiladi. Vohaga xudo xolasa dastavkasi qilingan holatda kelishiladi. Vodiyga dastavkasini o'ylashmay qo'yaveradi. Dastavkasini ichida qilib beramiz. Mana bolasi novvoschamiz 36 million so'm kami bor. Kami kelishiladi. Bu ham mana shu o'zimizning vodiyga dastavkasi bepul vohaga kelishilgan holatda qilib beriladi. Mollarimiz mana tanajonlari sog'lom, mana arqalari, turishlari mana. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa pastdagi nomerda Telegram, WhatsApp, Imo hammasi bor. Hozir sog'ilish jarayonlarini ham ko'rsatamiz. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa sog'ilish jarayonlarini video obzorini qilib beramiz. Xudo xolasa mana bolasi yedirilyapti mana. Mana hurmatli obunachilar, mana sog'ilish jarayonlari mana. Mana oldi qatori, arqalarini ham sog'ib bering. Mana arqalar, to'ri apparatlar. Nima sutlarni aytib o'tib ketmabmiz. Obunachilar 10 litr suti bor. Mana uni 12 ta 13 ta suti bor. Zo'r baqsalaring 15 ta 16 ta sut beradi. Bunisi 12 ta 13 taga chiqarib yuborasizlar. Mana yuvosh, chap o'yin tanlamaydi. Mana hurmatli obunachilar, mana birinchi molimiz xudo xolasa sog'ili bo'ldi. Turavering aka, bolasiga ham qolsin endi. Mana haligi qog'oz e'lon deydi-yu mana, qog'oz e'lonlar shunaqa bo'ladi. Ha. Mana. Mana qaymoq. Telefon qilganini qaytarmaymiz, shuni sotamiz. Xudo xolasa telefon qilinglar mana. Xudo xolasa mana ikkinchisini idirish jarayonlarini boshlaymiz. Mana xudo xolasa ikkinchisini idirish jarayonlari boshlandi. Xudo xolasa juma aksiyasiga telefon qilaveringlar, pullarni yengilroq qilib beramiz. Xudo xolasa. Bunisini 12 ta 13 ta sutga dedi, zo'r baqsalang 15 ta beradi. Bolasi novvos tem bo'ladi. Mana sog'ilish jarayonlari mana. Tutoylari ham ipetdi, qog'oz yana. Arqalarini ham sog'ib bering. Mana. Obunachilar mana sog'ilishga ham e'tibor beringlar. Bolasiga ham e'tibor beringlar. Mana bolasi novvos. Mana bunga ham e'tibor beringlar mana. Mana buniki bolasi xonajin mana. Ikkovi ham qog'ozining tushlari zo'r, yuvosh, chap o'ng tanlamaydi. Mana hozir sog'olsin. Mana qurbonli obunachilar, ikkinchi molimiz ham sog'ili bo'ldi mana. Sog'olasa mana sutlari ham mana. Sariq, qaymoqli. Mana turavering, bolasiga ham beradi aka.
Beraymi buni? Ha. Ha, hurmatli obunachilar, ikkinchi sigirimizni suti mana. Qaymoq. Bir mahalga sutlari. Bir mahalga sutlari. Mana ikkinchisiniki. Mana. Mana. Hurmatli aka-ukalar, aloqaga chiqaringlar. Vohadagi akalar, agar jupini olaman desalaring, dastavkasini o'ylamay qo'yaverasizlar, O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Xudo xolasa kelishtirilgan narxlarda qilib beramiz. Sizlardan bitta iltimos, like va kommentariyaga yozib, obuna bo'lib qo'ysalaring bo'ldi. Har doim sigir chiqaramiz, xudo xolasa sizlar uchun. Sog' va salomat bo'linglar.